漫画偉人物語。名もない草花、虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Bu yer Yevropa Asiya cho'ng quruqligi. Bunlarning sharqiy qismidagi bepoyon qumliq. Qumliqda yashayotgan kishilar mundaq bir rivoyatga ishonadi. Ya'ni kunlarning biri bu yerda xuddi hamma narsani ushirib ketadigan qumliq qo'yniga o'xshash bir o'g'il bola tug'ilgan. U butkul Gobi cho'lligini, yo'q, butkul dunyoning qiyofatini biroqla o'zgartirib o'tgan. Endi biz hikoyamizni 800 necha yil ilgirki ma'lum bir kundan boshlaylik. Temoçin geldi. Çatlan, havadan tutulma. Bu o'g'il bola mushu kichkina qabilaning qabila boshlig'ining bolasi edi. Çapsan hava adamı tutun la! Çapsan hava adamı tutun la! Kang dalada sargardan bo'lib yurgan palchi edi. Vay, sen yo'qolgan gapni qildi ekansan. Men sen qiyridan hargiz qo'rqmayman. Sen hammishni mening gapimni anglashing kerak. Uqdingmi? Mening gapimni anglashing kerak, a? Temoçin, og'zing nimandaq yomon bo'lib ketdi. Haqqim shundaq gap qilsang qanday bo'ladi? Adab qoidani ozroq bilmaysan. Chiroydin dunyoning nuri chaqnab turdi. Bu deganim, bu bola podshoh bo'ladi. Nurg'un qabilalarga hukmronlik qiladi. Ya'ni uning ko'zlarida dunyoni kuydirguchi yolqin chaqnab turdi. Mening o'g'lim podshoh bo'lg'idi. Buni yiliq palchi dedi. Temoçinning chiroyida dunyoning nuri chaqnab o'tibdimi? Mening o'g'lim podshoh bo'lg'idi. Manga nisbatan bolani yaxshi beqib cho'ng qilishning o'zi cho'ng ish. Uzun o'tmay bir ish yuz berib, kichik Temoçinning taqdirini o'zgartirib o'tdi. Temoçinning dadasi o'g'il chiqqanda ular bilan dushmanlashib kelayotgan bir qabilaning qo'liga tushib qoldi.
Shu chaqlarda cho'llikda yashaydigan kishilar nurg'un qabila bo'lib shakllangan edi. Ular to'xtamay o'zaro jidallashib turadi. Hurmat sharobini untinsiz ichib o'tish g'ururi kuchli bo'lgan cho'llik erlarining qoidasi edi. Şərməndə! Ben geldim. Ço. Kim kırıvatıdı? Dadam kengu. Dada! Qanda hayvanni ovlab kelding. Boshqalar tarafidan haydalgan dadisining ro'yi tushib ketdi. Qabila boshlig'idan ayrilib qolgan kishilar kigiz uylarini chuvib, har qaysisi har tarafga ketishdi. Qabila boshlig'i bo'lmaganlikdan kampni boshqa qabilaning odamlari kelib bayram qilib etdi. Eng oxiri faqat Temurchin bilan uning opsisi qolib qolgan edi. Ay! To'xtanglar! Temurchi bilan opsini tashlab qo'yib ketish qumluq erkaklarning ishimi bu? Nimaga vaqiraysan? Qabila boshlig'ining o'g'lini billab bersa nima foydasi bor? U yerga qo'ydiyamizda. Neto, qirabliq! Gaz! Nima degan rahimsizsan? Sening mushtabda qabila boshlig'ining avlodi bilan hech qanday aloqang qolmadi-ba? Darhol ko'zimni yo'qol! Ey! Ha? Men Temurchin bilan ilishqin. O, abdiq! Bu ablah. Temurchinni tutib, uni boshqa qabilalar bilan ko'rishgani so'ng sutini berib o'taydi. Uni sen chaqlamanglar. Ma'qul, kela. Bir qabilaning boshlig'i o'lsa, atrofdagi qabilalar o'lgan boshliqning bolasini qasdlashni boshlaydi. Agar navoda bu bola cho'ng bo'lsa, yana bir qabila tashkillab o'zlariga tahdid selishi mumkin edi. Shunlashqa qabila boshlig'ining bolasini tutib olib o'ldirib etish yoki uni qul qilib etish kerak edi. Temurchin opsidan va uksinlardan ayrilishga majbur bo'ldi. Xayla uni payonsiz ketgan cho'llikning o'rchatiga haydab olib ketishdi. Ular Batur qabila boshlig'ining o'g'lini ko'rishi so'g'is ustida boshqa bir qabilaga bermoqchi bo'lishdi. Mana bu xaylaning xiyoli edi. Qabilalar orasidagi jidal majrolarni damkota bo'lib qolgan deb aytishga bo'ladi. Bu vaqtdan keyin Temurchin o'z qabilasi sezmagan kishilik turmushdagi tub masalani birdila bayqab qoldi. Eng oxirida xaylar Temurchinni bir qadar kuchli bo'lgan qabilaga setib etdi. Bu qabilaning boshlig'i Temurchinni qamchi bilan urdi. U faqat o'zining kuchini Temurchinga ko'rsatib qo'yish uchun shunday qilgan edi. Boshimda qabila boshlig'ining o'g'li ekan-da. Aka, bu Temurchin men bilan tanigidek-ku. Beshingni ko'ta! Beshingni ko'ta deyman. Chiroyingdan dunyoning nuri chaqnab turibdi emasmi? Beshingni ko'ta. Men qarab boqay. Bo'ldi, urmanglar. Faqat men bu cho'llik hukmronlik qilaman. Ya, butkul Mo'ng'ul qabilalariga hukmronlik qilaman. Boshliq, bu haramzalidan hali ko'zlarida ko'ydirguchi yolqin chaqlab turdigan yomon shumtek shu. U hayotli bo'lsa, jazman sizning dushmaningiz bo'ldi. Atatganda kun chiqqan aman. Bütün qabiladagi kishilarni yig'inglar. Uning kallasini kezaman. Xo'p. Temurchinning hayot mamatligi mushu kechiga bog'liq bo'lib qolgan edi. Temurchin butun zehnini yig'ib o'ylabdi. Kar ketgan bu zaminda nemishqa Mo'ng'ul xalqi nurg'un ushaq qabilaga bo'linib olib o'zaro urushadi. Nemishqa birgada bo'lib uyushmaydi. Men yashashim kerak. Butun Mo'ng'ul xalqi, yo'q,
bütün dünya halkı bir gavda bulup bu iş birli yaşaşı gerek degenden ibaret bir muqaddas etiqat Temurcan'ın kalbini yalpıllaydı. Akar yıldız öz arzusuga yetkendek asta yo'qolib ketdi. Temurcan, senin iradenge qoyil bo'ldi. Ha, biz hammamiz o'z odamlar. Sizlarga ko'p rahmat. Taqdir uni qutuldirib oldi. Mana shundan boshlab Temurcan o'rta asr tarixidagi eng katta qahramoni bo'lgan tunji qadamini tashlagan edi. Uning ismi Chingizxon deb ataldi. Bundan yildan keyin Chingizxon boshlab mangan Mo'ng'ul qo'shinlari shiddatli to'lqindek to'xtamay ilgirlab, butkul Osiyoni birlikka keltirdi. Iroqdagi Yevropani bo'ysundirib, ta bugungacha tarixda ko'rilib boqmagan buyuk xonliq davlatni qurdi. Ve onun büyük xandallığı xuddi Gobi çölüne çıkan qo'yindek dehşetlik paydo bo'lib, yana dehşetlik holda yo'qolib ketdi. Bundan 100 necha yil ilgari Polsha Rossiyaning mustamlikasi bo'lib qolgan edi. Ammo Polsha xalqi Çar Rusiyaning hukmronligiga bo'ysunmay keldi. Ular qalbining cho'nqur yerida o'zimiz bitmaydigan jasur irodani tiklagan edi. Bu yerda biz Polshaning poytaxti Varshavadagi bir qiz to'g'risidagi hikoyani so'zlaymiz. Dadamning kitobini o'qiydi, buning foydasi ko'p. Tizib oldik. Shuncha qattiq baqirasaqmi, u hech nimani sezmadi. Hadis bilan singlisi Mariyani qattiq cho'chitmoqchi bo'lishdi. Ammo kutaverib ularning ko'zlari teshib ketdi. O qachonliq sizda? Uyqum kelyapti. Mening uyqum kelyapti. O tekçiler bizni ko'midi. Ha, kiring. Men dada. Mariya, nima ishingiz batdi? Kitobni akirdim. Dada, kitobni o'qisam aytib ma'nilik bo'ladi ekan. Bundaq kitoblarni o'qisangiz, texi bir oz baldurlik qildi-ku deyman. Sizga o'xshash kichik qizlar mehmondorchilik, qo'ncha qatorliq o'yinlarni o'ynasangiz bo'ladi. Başka kız balalarga o'xshash. Meningcha, mushunda qilsangiz sizning yeshingizga bop keladi, ha? Mariya, siz hamisha mushunaq narsaga qiziqsiz, ha? Bu qanday narsa? Bilgingiz kelyapti-da? Fizik tecrübe saymalları. Fizik tecrübe saymalları?
Bu sehrlik saymallar Mariyani jalb qilib olgan edi. Fizik tecrübe saymalları. 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 Aradan 10 yil o'tgandan keyin bu g'ayri mijozlik Mariya Varshavadagi qizlar maktabini a'lo natija bilan bitirdi. Maktab uni bir oltin medal bilan mukofotladi. Dadisi uni go'zal bir yezda bir yil dam og'zish bilan mukofotladi. Uzundan beri bepoyon dallarga kelib boqmagan Mariya saf havodan qonug'icha nafas oldi. Qadrli dada, men nima qilishim kerakligini oxir tushunib yetdim. Men davomli tirishib, matematika, fizika bilimlarini o'rganman. Noma'lum narsani bilib bilish pek qiziqarli bo'ladi ekan. Aradan yana 8 yil o'tdi. Polsha yanala Rossiyaning mustamlikasida turib-atdi. Oliy maktabga kirib davomli o'qish uchun erkinlikning poytaxti bo'lgan Parijga berish kerak edi. Mariya davomli bilim olish istagi bilan Parijga keldi. Fursat oxir keldi. Men tirishib o'qishim kerak. Erkinlikning poytaxti bo'lgan Parij romantik shahar edi. Bir kuni Mariya qat'iy qilib kitob o'qiyotgan chig'ida uning oldida bir yigit paydo bo'ldi. Uning ismi Kiyori Per edi. O nayt yosh bo'lsa-mu, o bir munavvar fizika olimi edi. Shunda qilib Mariya uning bilan to'y qildi. Fransiyaning urf-odati bo'yicha Mariya familiyasini Mariya Kiyori qilib o'zgartdi. Ikkisi nomrod yashasimi, ammo nayt baxtli edi. Mariyaning natijalari tövallab ketish uyushtirsin, hatto u fizika magistrlik imtihonida birinchi bo'ldi. Hozir u oliy maktabning alohida tadqiqotchisi bo'lib qoldi. Bir oilaning uy ishlarini zimmasiga olgan Mariya tadqiqotchi bo'lgandan keyin qanday qilib qolgandi? Ben to'g'ri o'lchab silib, dunyodagi eng usta oshpaz bo'lishim kerak. Sho'rpining temperaturasi muvofiq bo'pti. Tamoq vaqtig'ini dal o'zgarib tayyor bo'pti. O'sha chog'larda Mariya radioaktiv nur ustida tajriba o'tkazayotdi. Mariya bu toshdan ilgari zodi ko'rilib boqmagan bir xil radioaktiv nur chiqayotganligiga qattiq hayron qoldi. Bu toshda bir xil radioaktiv nur elementi bor ekan. Shundan boshlab Per o'zining tadqiqotini bir yoqqa qayirib qo'yib, butun kuchi bilan Mariyaning yangi elementini tepishga yordamlashdi. Kiyori Per bilan Mariya Kiyori mushu mezgilda nayt yaxshi hamrohlardan bo'lib qolgan edi. Dalmush chog'da Parvardigor ularga eng qimmatli boylikni sovg'a qildi.
yana ularning tunji farzandi dunyoga keldi. Balam, qarang, bu opingizning bebaho boyligi. Bu odatdagi tosh emas, balkim sehrli tosh bo'lishi mumkin. Ular balasini har kuni bola boquvchiga olib bergandan keyin ondan tajribaxonasiga qarab mang'atdi. Shunga doim mana shunday ishlarmi bo'lib turibdi. Maria jazman o'zini tutib olib, tadqiqot bilan shug'ullanish kerakligini obdan tushunadi. O'zining bolasi uchun, shundaqla barliq bolalarning baxtli kelajagi uchun berilib ishlaydi. Albatta, eng muhimi texi bayqalmagan moddalarni tepib chiqish ham qat'iy bo'shashmay tadqiq qilish edi. Ular mushundaq berilib tadqiq qilish orqali radiy deb atiladigan radioaktivlik yangi ilmitni tepib chiqdi. Maria texi ilgirlagan holda radiyning xususiyatini aniqlab chiqib, insoniyat tarixida tex ko'rilib baxmagan yadro energiyasining dastlabki manbaini ochdi. O'z yolg'iz 3 xil vazifani zimmasiga olgan Mariyaning turmushdagi nishoni zodi nima? Noma'lum narsani bilib olish pek qiziqarli bo'ladi ekan. Dada, yeni kelib bu dunyoda noma'lum narsa naytib turgan ekan.遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずアリのアリによるアリのための私めは大統領